Assalomu alaykum. Butun dunyodagi Sharq Turkiston tuprog'idan kelib muhojirat yashayotgan qarindoshlarim, sizlarga salom. Xitoyning Sharq Turkiston tuprog'idagi zulmni inkor qilishi, yolg'on guvohlik berib, Sharq Turkiston tuprog'ida jazo lagerlari yo'q deb javob berganligiga men norozilik bildiraman. Men Mamtiman imom, Yüzem tegim atışlık, atış Suntag Gönşi, Suntag Dadi, Altın Şodi, İmam Niyaz, İmam Unsur'un oğlumen. Yüzem hazırlık günde Rusya'da yaşayman. Şarkı Türkistan tuprog'idagi qarindoshlarımның zulm ostida ekanligiga ve jazo lagerlarida ig'ir azoblarni tortayotganligiga guvohlik beraman. Buningdan keyin Xitoy uchun qarshilik bildiradigan har qanday harakatga can dilim bilen tayyorman.